Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun 4 ayning 28 kuni. Bugun havo nihoyat ochiq ekan. Men sirtga chiqib aylanib kirgach, sizlar bilan shu Xitoydan tarqagan bu vabo to'g'risida ozroq o'zimga ko'z qarashlarimni o'rtoqlashmoqchi. Bugün şu Xitoydan tarqagan vabo tufaylidan New York shtati va New York shahrida ish to'xtatilib 40 kun bo'lgan kun. Yani 3. ayninki 19. kunisi men yashayotgan bu shaharda ish to'xtatib hukumat insonlarni amal bor uyda xizmat qilishga, sirtqa chiqmaslikqa tavsiya qilgan. Şunundan bu yan ben bir neçe gün işe bağlandım başka kalan günlerde asasen uyda hizmet qilib kelyapman. Bu 40 gün jarayonida da Amerikadagi yuqumlanuvchilar soni aslidagi 3. ayning 19. kunidagi 13 mingdan ko'payib hozir 1 milliondan oshdi. New York shtatidagi yuqumlanuvchilar soni bo'lsa, aslidagi shu 3. ayning 19. kunidagi 4 mingdan hozir hamda 300 mingdan oshgan songa yetibdi. Yani yuqumlanuvchilarning soni 300 mingdan oshibdi. Butun dunyodagi yuqumlanuvchilar soni bo'lsa, bu 40 gün jarayonida aslidagi 240 mingdan 3 milyonga ko'payibdi va jami 200 mingdan ortiq odam o'lib ketibdi. Agarda hamda mayli men turayotgan shtat bo'lsin va yoki Amerikaning boshqa shtatlari bo'lsin, hatto Yevropa va boshqa davlatlar bo'lsin, agarda shu insonlarni uyda o'ltiringlar deb tavsiya qilmagan bo'lsa, yani qanchalik ortiq odam yuqumlanishi, yani qanchalik ortiq odamning o'lib ketishini tasavvur qilish qiyin. Hamda ko'pincha mutaxassislarning qarashicha shu uyda o'ltirish va yoki ijtimoiy masofani saqlash qatorliq shu siyosatlar tufaylidan bu vaboninki xeyli yaxshi kontrol qilganligini o'tirib qo'yyapti. Lekin shundaqmi yuqumlanuvchilar yana tez surat bilan ko'payib nurg'unlagan odamlar hayotidan ayrilyapti. Bu vabo yana qancha uzun davom qildi, hozir buningga bir narsa demak qiyin. Ammo hozirgidek butunlay ish to'xtatib uyda o'ltiradigan ahvol balkim bak uzun davom qilmasa kerak. İnsanlar yaşash uchun cho'qim sirtlarga chiqishi, ishlashi, xizmat qilishi, harakat qilishi kerak. Biz hamda andish qilish va yoki qo'rqish orqali bu vaboning ustidan g'olib kelolmaymiz. Biz cho'qim yuzlangan ahvolga mos holda yangi normal hayotimizni davomlashtirishimiz kerak. Yoki bo'lmasa shu vaboga yuzlangan holda shu reallikdan chiqish qilib yangi bir chiqish yo'li tepishimiz kerak. Bu vaboning ustidan g'olib kelishimiz uchun bizda cho'qim sog'lom badan, sog'lom ruhiy kayfiyat bo'lishi kerak. Onun uchun biz badan chiniqtirishimiz, sirtlarga chiqib harakat qilishimiz, quyosh nuriga uchirishimiz kerak. Faqat shunday qilgan vaqtimizda bizningki badanimiz sog'lom, immunitet kuchimiz yaxshi bo'lgan vaqtida anandan keyin biz o'zimizningki uzun muddat salomatligiga kafolat qilishimiz va bu vaboning ustidan g'olib kela olishimiz mumkin. Şuna men qarindoshlarga hamda o'zimiz yashayotgan davlat va rayonninki qoida usullariga uyg'un holda, ya'ni u
talab qoida yo'sinlarga xiloflik qilmagan ahvol ostida amal bo'lsa sirtlarga chiqib harakat qilishni, badan chiniqtirishni, quyoshga uchirishni, anandan keyin o'zimizningki mayli jismoniy va ro'y jihatda bo'lsin bir sog'lom muhit hazırlaşışımızı tavsiye qilaman. Bu biz bak muhim bo'lib bak bu vabaningki qachon oxirlashini bilmagan bir ahvol ostida biz uzun muddat o'zimizni uyga solab bundaq yashay olishimiz mumkin emas. Shunga qarindoshlar agarda amal bo'lsa shu yashayotgan davlat rayoniniki qoida yo'sinlarga xiloflik qilmagan ahvol ostida sirtlarga chiqib bo'lib bak odam oz yerlarga berib harakat qilishni, o'ziniki kayfiyatidagi jiddiyatchilikni to'valtishni, ya'ni kunda qo'rqinchli mushtaq xabarlarga kirishib ketmay o'ziniki hayotida bir yangi chiqish yo'li topishga izlanishni tavsiya qilaman. Tövende kayfiyatni bir arsonlashtirish uchun, ya'ni jiddiychilikni yo'qotish uchun tövende sizlarga Uyg'urcha naqsha dunyo degan naqshni huzuringizga sunmoqchi. Hammaylar birga bahramand bo'laylik.